Namozi tasbih o'zi 4 rakat bo'ladi. Yuragingizga keltirasizki bor, men 4 rakat namozi tasbihni o'qiyman. Allohu akbar qo'l yeltiladi. Subhanakallohummani o'qiysiz. Ba'da subhanakallohummadan so'ngra 15 daf'a mana shu yangi tasbihni o'qiysiz. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. 15 daf'a xalos bo'ldi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah sharif oldiga ham bir sura. Qaysi surani o'qisangiz ham bo'la oladi. Ba'da xalos bo'lgandan sonra yana 10 daf'a shu yerga subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Mana shu tasbihni 10 daf'a yana aytasiz. Majmu' bo'ldi 25 daf'a. Rukuga ketiladi. Rukuni avval o'zini tasbihini aytasiz. Subhana robbiyal azim 3 daf'a aytgandan sonra shu 10 daf'a yana shu yangi tasbihni aytasiz. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. 10 daf'a aytildi, majmu 35 daf'a bo'ldi. Pas rukudan ko'tarasiz. Sami'allohu liman hamidah. Robbana lakal hamd. Bundan sonra yana 10 daf'a berga aytasiz. Bu bo'ldi 45 daf'a. Pas ketasiz siz sajdaga. Sajda avval o'zini tasbihini aytasizki subhana robbiyal a'la 3 daf'a. Ba'dan 10 daf'a yana aytasiz berga. 55 daf'a bo'ldi. Sajdadan ko'tarasiz o'zingizni, ikki sajdani o'rtasiga o'ltirasiz, 10 daf'a aytasiz, 65 daf'a bo'ldi. Pas sajdaga ikkinchiga ketasiz, ikkinchi sajdaga ham ba'da tasbihdan sonra subhana robbiyal a'lodan sonra 10 daf'a yana berga aytasiz, majmu bo'ldi 75 daf'a. Birinchidan fazilati namozi tasbihni bilishlik kerak. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam abalariga Hazrat Abbosga aytdilarki, men bir namoz o'rgataman, agar bo'lsa har ro'z bir daf'a o'qing. Ro'ziga o'qiy olmasangiz haftaga, hafta bo'lmasa oyga, oyga bo'lmasa yilga, agar yilga ham bo'lmasa umringizga bir daf'a o'qinglar. Alloh taol tamom gunohlaringizni maaf qiladi. Avvaliy gunohlaringizni va oxiriy gunohlaringizni, qadimiy gunohlaringizni, toza gunohlaringizni, qasddan qilgan gunohlaringizni yo xatoan qilgan gunohlaringizni, sag'ira kichkina gunohlaringiz va katta gunohlaringiz va ayni hol ko'shida maxfi qilgan gunohlaringiz va oshkor bo'lgan gunohlaringiz hammasini Robbil alamin maaf qiladi. Bu namozi tasbih. Albatta buni ham bilishlik kerak. Biran vaqt do'stlarki shu 15 daf'a aytadi yo 10 daf'a aytadi, zehniga qolmaydi. Yoddan chiqadiki, oyo 7 bo'ldimi yo bu 8 ta bo'ldimi? Bunday bir holatga bo'lsa, barmoqlari bilan sanasin boyat. Angushlari bilan sanasin. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Ishora qilsa qo'li bilan sanasa ham hech mushkuli yo'q. Dar suratiki zehnidan faromush bo'lib tezga ketayotgan bo'lsa. Yana bir mavzuni bilishlik kerakki, misol bir rukni namozga yoddan chiqdi. Misol rukuga edi, yodidan ketdi shu o'rinda aytishlik. Buni behtar shudiki rukni degaga ketsin, misol sajdaga 20 daf'a aytsin, 10 ta o'sha rukudan qolganini. Yo sajda avvalga yoddan chiqibdi, ikkinchi sajdaga boyat buni yodiga keltirsin.